O'zbekistonda 1200 dan ortiq soxta prava aniqlandi. Hozirda qalbaki hujjatlarni sotib olgan fuqarolarning o'zini ham jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Bosh prokuratura tomonidan pora evaziga davlat xizmatlari markazlari orqali haydovchilik guvohnomalarini noqonuniy rasmiylashtirish bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Aniqlanishicha, davlat xizmatlari markazining bosh mutaxassisi jinoiy sheriklari bilan birgalikda 2025-yil davomida ilgari haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 72 nafar fuqarodan jami 616 million so'm miqdorda pora olib, ularga soxta hujjatlar asosida haydovchilik guvohnomalarini rasmiylashtirib bergan. Mazkur holat yuzasidan Davlat xizmatlari markazining bosh mutaxassisi va uning sheriklariga nisbatan pora olish, pora berish hamda rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida ayblov e'lon qilinib, ularning barchasi qamoqqa olingan. Shuningdek, bosh prokuratura tomonidan viloyatlarda o'tkazilgan tekshiruvlar davomida jami 1200 dan ortiq qalbaki haydovchilik guvohnomalari aniqlangan. Jumladan Toshkent shahrida 440 ta, Navoiy viloyatida 265 ta, Surxondaryo viloyatida 205 ta, Samarqand viloyatida 146 ta, Qashqadaryo viloyatida 33 ta, Sirdaryo viloyatida 20 ta hamda boshqa hududlarda 100 dan ortiq qalbaki hujjatlar fosh etilgan. Hozirda mazkur qalbaki hujjatlar asosida rasmiylashtirilgan barcha haydovchilik guvohnomalari bekor qilingan bo'lib, hujjatlarni tayyorlagan va sotib olgan shaxslarning jinoiy javobgarligi masalasi ko'rib chiqilmoqda.